Ey Allohning quli, Allohning huzurida turishligingizni eslang. Va Robbingiz sizga biror bir tarjimonsiz to'g'ridan to'g'ri gapiradi. O'ng tarafingizga qaraysiz. Shunda faqat qilgan amallaringizni ko'rasiz. Va chap tarafingizga qaraysiz. Faqat qilgan amallaringizni ko'rasiz. Oldi tarafingizga qaraysiz. Faqatgina do'zaxni ko'rasiz. Ey Allohning qullari, yarimta xurmoni sadaqa qilib bo'lsa ham do'zaxdan saqlaninglar. Robbingiz huzurida turasiz. Oz bo'lsin, ko'p bo'lsin qilgan amallaringiz haqida so'ralasiz. Qilgan katta-yu kichik amallaringiz haqida so'ralasiz. Bu umringizni qanday o'tkazganligingiz haqida so'ralasiz. Va yoshligingizni qanday o'tkazganligingiz haqida so'ralasiz. Va mol va davlatingizni qayerdan topib va qayerga sarflaganingiz haqida so'ralasiz. Siz hali hisob berishlik oson bo'ladi deb o'ylamang. Va yana namoz haqida so'ralasiz. Uni qanday o'qidingiz? Uni muhofaza qila oldingizmi? Roza va zakot haqida so'ralasiz. Va qilgan har bir katta-yu kichik amallaringiz haqida so'ralasiz. Siz uni aytgan va eshitgan har bir so'z haqida so'ralasiz. Zimmangizdagi haqlar va qilishligingiz vojib bo'lgan ishlar haqida so'ralasiz. Allohning buyruqlari va qaytargan qaytariqlari haqida so'ralasiz. U shunday bir kunki, undan oldin bunday kun bo'lmagan va undan keyin ham bunday kun bo'lmaydi. Va biz mana shu kunga tayyorgarlik ko'rishlikka buyurildik. U kunda kim yaxshilikni topsa Allohga hamd aytsin. Va kim yaxshilikni topmasa, faqatgina o'zini malomat qilsin.